Do'stlar, shunaqa joyga Aristonda ilishda ko'rib chiqamiz. Ko'ryapsizlar, strapiga yonboshlatib straplar qatirganmiz. 2 qavat. Turgan straplar. Bunga shpilka bilan mahkamlaymiz. O'qimizni tayyorlab oldik. Endi shaybasini tiqib, bu tomondan tiqamiz. Mana Aristonni ham o'rnatib ko'rdik. Hammasi joyida. Devorlar PVX panel bo'lgandan keyin oxir uстановkada o'rnatsak joyiga tushaveradi. Tomon ko'rinishi shu holatda qattiq. Aristonda ilish usullari juda ham ko'p. Sizlarga shulardan bir donasini ko'rsatyapmiz. Shunaqa variantlardan foydalaninglar. Ko'rishguncha sog' bo'linglar.